O'z Expo markaz pavilyonlarida AgroWorld Uzbekistan 2025 xalqaro ko'rgazmasi ish boshladi. Ushbu platforma mahalliy va jahon miqyosidagi qishloq xo'jaligi sanoatining zamonaviy va innovatsion trendlarini bir maydonga jamladi. 50 ga yaqin mamlakat kompaniyalari hamda ko'rgazma debyutantlari taqdimotida agrosanoat sohasining ilg'or yutuqlari qamrab olingan. Agrar tarmoqdagi innovatsiyalar va zamonaviy trendlar namoyishi. Tadbirkorlikni, mahalliy biznesni rivojlantirish va eksportni kengaytirish uchun ishonchli platforma. Barcha turdagi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtiruvchi korxonalar, xorijiy va mahalliy ishlab chiqaruvchilar o'z Expo markaz pavilyonlarida jam bo'lishdi. AgroWorld Uzbekistan ko'rgazmasi ularni sohadagi yangiliklar, innovatsiyalar sari chorladi. Albatta bu ko'rgazma parrandachilik sohasini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi degan umiddamiz. Chunki parrandachilik tarmog'ining keskin rivojlanishi aynan o'sha hurmatli prezidentimiz tomonidan sohaga berilayotgan ulkan imkoniyatlar va imtiyozlarning hisobiga bo'lyapti. Bizda keyingi oldimizga qo'yilgan maqsad aynan shu O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan parrandachilik mahsulotlarini chuqur qayta ishlash hamda chet davlatlarga eksport bozorlarini topish, yirik parrandachilik mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi klasterlarni tashkil etish, aynan Xorazm, Toshkent viloyati va Namangan viloyatlarida amalga oshirish nazarda tutilgan. O'z Expo markazining birinchi pavilyonida don va omuqda yem ishlab chiqaruvchi kompaniyalar, meva sabzavotlarni qayta ishlash korxonalari, o'g'it va sug'orish uskunalari ishlab chiqaruvchilari o'z mahsulotlarini namoyish etdi. Bu yerga kelgan mehmonlar qishloq xo'jaligi texnikasi namunalari, xususan kombayn, mini ekskavator va traktorlarning yangi modellari bilan tanishishlari mumkin. Xaridorlarning talab va takliflari, sanoat va bozor ehtiyojlarini o'rganishga qaratilgan 20-xalqaro ko'rgazmada bu yil 23 ta davlatdan 137 ta xalqaro kompaniya va mahalliy korxonalar ishtirok etmoqda. An'anaga muvofiq Turkiya davlati 12 ta kompaniyadan iborat milliy stendni taqdim etdi. Yaponiya tashqi savdoni rivojlantirish tashkiloti mintaqaviy vakolatxonasining debyut ishtiroki diqqatga sazovordir. U agrosanoat tarmog'i uchun innovatsion yechimlarni taklif qiluvchi 13 ta yetakchi yapon kompaniyalarining imkoniyatlarini taqdim etdi. Я думаю, что японские компании Yaponiyalik investorlar O'zbekiston korxonalari bilan hamkorlik qilishni xohlamoqda. Nega? Chunki O'zbekistonda kuchli iqtisodiy va demografik o'sish kuzatilmoqda. Shuning uchun yapon kompaniyalari mamlakatingiz bozorini o'rganishni xohlamoqda. Ko'rgazmada qishloq xo'jaligi sohasidagi yangiliklar, innovatsion ishlanmalar, ixtirolar taqdim etilmoqda. Bizga bunday ko'rgazma yangi hamkorlarni topishga, aloqalarni mustahkamlashga, sohani rivojlantirishga imkon beradi. Albatta, bu ko'rgazmaning yurtimiz iqtisodiyoti, qishloq xo'jaligi tarmog'i, turizm va oziq-ovqat sanoati uchun ahamiyati katta. Kompaniyamiz hozirgi kunda butun jahon bankining Munis programmasi asosida moliyalashtirilyapti. Ya'ni biz shu asosda grant yutib olishga muvaffaq bo'ldik. Biz ixtiro qilganmiz, ya'ni guruch chiqindilarini hozirgi kunda qishloq xo'jaligida aholi o'rtasida ishlatilmaydigan qismini shundan tayyor yem uchun ozuqaviy qo'shimchalar ishlab chiqarish texnologiyasini o'ylab topganmiz. Hozirgi kunda bu texnologiyamizni 30 dan oshiq mamlakatda patentlaganmiz. Shuningdek O'zbekistonda, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Yaponiyada, Malayziya va shu kabi mamlakatlarda, Kolumbiyada masalan patentimiz bor. Asosiy niyatimiz ushbu texnologiyani butun dunyodagi o'sha guruch chiqindilari ishlatilmaydigan mamlakatlarda va ko'p ishlab chiqariladigan mamlakatlarda ishlatish. Va bu orqali go'sht, sut, baliq go'shti, tuxum va shu kabilar narxini tushirish. E'tiborlisi, ko'rgazma davomida xorijlik ishtirokchilar yurtimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga qiziqish bildirishdi. Ularning yaratilish jarayoni, inson salomatligi uchun foydali jihatlari bilan tanishishdi.